ana azon ham aytildi, namozni vaqti ham bo'ldi, namozni ham o'qildi. Namozni o'qib salom berishi bilan mana hozir domla buvamiz hammamiz aytgandek astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb 3 marta istig'for aytiladi. So'ngra Allohumma antas-salam va minkas-salam tabarakta ya zal jalali val ikrom deyiladi. Allohdan mag'firat so'rayman, Allohdan mag'firat so'rayman, Allohdan mag'firat so'rayman. Alloh o'zing salomsansan, tinchliksan, salomatliksan, xayrsan, barakasan. Tinchlik, salomatlik, xayr, baraka sandandir. Sen barakotli bo'lding, ulug' bo'lding va oliy bo'lding. Ana Allohga bu ham maqtov so'zlari, barakot so'zlari. Lekin bu yerda juda buyuk bir hikmat bor. Banda namozni o'qidi. Namoz mo'minning me'roji. Ya'niki Robbisi bilan roz aytadigan, yuzma-yuz turib munojat qiladigan maqomi. Banda Robbisiga eng yaqin bo'lgan maqom namoz maqomi bo'ladi. Xususan sajdada turganda eng yaqin Allohga bo'lgan bandani holi shuligi hadis shariflarda kelgan. Ana Allohga eng yaqin maqomga erishdi. Allohning farz qilgan namozini o'qidi. Eng ulug' ishni bajarib bo'ldi, lekin o'sha nuqtada darhol istig'for aytilyapti. Istig'forni gunoh qilganda aytish kerak. G'aflatda qolganda aytish kerak. Bu yerda esa ibodatdan keyin, eng ulug' ibodatdan keyin, Alloh bilan rozi aytgandan keyin aytilyapti. Nima uchun desa, mashoyixlarimiz aytadilar-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishni doimo o'zlari qilganlar. Qachon namoz o'qib salom bersalar, darhol 3 marta istig'for aytganlar va Allohumma antas-salam va minkas-salam tabarakta ya zal jalali val ikromni aytganlar. Hikmati nimada? Hikmati shundaki, banda o'sha namozni o'qib, farzini ado qilib, Allohga qurbat hosil qilib, bo'ldi endi deb bo'shashib qolmasin. Ko'ngli boshqaga ketib qolmasin. Shuning uchun istig'for aytadi. Shuning uchun astag'firullohni aytadi. Ana Rasululloh alayhisolatu vasallamni madrasasida o'qiganlar, u kishining ta'limini olganlar, u zotning ummatlari doimiy ravishda xavf xatar ostida qolgandan ko'ra rohat farog'atda turishda ehtiyot bo'lishni tavsiya qiladilar. Xavf xatar, dahshat bosib turganda banda o'zini yig'ib turadi. Doim Robbisiga intilib, tilab najot so'rab turadi. Biror narsa xayoliga kelib boshqaga ketmaydi. Lekin xatarli joy mana u rohat farog'atda. Rohat farog'atda, hamma yo'g'i tinchlik, omonlikda bo'lganda bandaning xayoli qochib qolish xavfi katta. Shuning uchun mana u shiddat paytida o'zini bemalol tutgan mashoyixlar rohat paytida titrab qolishadi. Shu rohat payti meni g'aflatga solib qo'ymasin degan ma'noda. Namozni orqasidan istig'for aytisham shu. Mana shuni juda yaxshi biz anglab yetishimiz kerak, amal qilishimiz kerak. Ular hammasi bizga faqat va faqat yaxshilik keltiradi, xayr keltiradi, baraka keltiradi.